Sirkulyatsion nasoslar qanaqa qo'yiladi? Sirkulyatsion nasoslar asosan koteldan oldin va keyin kollektorlarga qo'yiladi. Masalan, yuqori gradus beradigan kotellar, napolniy kotellar bo'ladigan bo'lsa, u gradus katta bo'ladi, ko'mirda ishlashi mumkin yoki gazda bo'lsa ham 120, 150 bo'lib ketadigan kotellar bor. Bunaqa kotellarga obratga qo'yish shart. Obratga qo'yish shart. Chunki obratga qo'ymasa, podacha qo'yib qo'yadigan bo'lsa, bu nasosga shikast yetib qoladi va nasos kirish teskari ketib qolishi mumkin. Nasos qanaqa qo'yiladi? Tepaga yo yonboshga qilib qo'yish kerak. Qaysi biri qo'ygan to'g'ri bo'ladi? Hop, o'tgan videoda ham gapirdim bu narsani. Nasosni tepaga qaratish mumkin emas. Bu tepaga qaratib qo'yadigan bo'lsa, tepaga qaratishlik bu holatda umuman mumkin emas. Bu holatda bu qiziydi, mana shu tepa qismi qiziydi. Nimaga deganda, bu mokriy rotor, suv aylanadi ichidan va bu yerda havo yig'ilgani hisobiga nasos o'z kuchini bera olmaydi va qizigandan keyin bu kuyadi. Kuyish oqibatida butun sistema to'xtaydi. Qish sovuq kunlar bo'lsa, sistema turbalar yorilishi ham mumkin-da. Shuning hisobiga bunaqa qo'yish tavsiya berilmaydi. Nimaga bir xil shunaqa qo'ysa kuymagan? To'g'ri. 20 ta, 100 ta odamda bitta odamda kuymagan bo'lishi mumkin. Bunga servis senter kafolat bermaydi. Bu holatda tursa, bu yerda havo yig'adi, qiziydi, kuyadi, katta muammolar duch keladi. Ya'ni uy egasiga ham zararda bu. Bu bitta odam gapiga ishonib, bu holatda qo'yib qo'yish kerak emas. O'zining kitobchasi bor, kitobchasida detalni yozilgan. Nimaga xato qo'yilgan nasoslarda tok uradi? Hop. Xato deganda hozir ham chizmada ko'rsatganman, bu to'g'ri qo'yilish. Buni klevnik korobkasi tepaga qarash kerak. Bu klevnik korobka hisoblanadi. Klevnik korobka tepaga qaratib qo'yilsa, bu normal holat, to'g'ri qo'yilish bu. Agarda mana bu holatda qo'yilsa, tok urish degani mana shu holatda bo'ladi asosan. Zax o'tadi, keyin plus minuslar korpusga o'tib qolgandan keyin mana bu qismida qo'l tegadigan bo'lsa, tok uradi, normal tok uradi lekin. Mana shu narsaga ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu nasos klevnik korobkasi pastga qarab qoladi. Mana bu holatda bo'lib qoladi. Nimaga deganda, yo'nalishi bu yoqqa ketyapti. Klevnik korobka pastga bo'lib qoldi. Bu holatda mana 4 ta bolti bor, hozir tushib ketgan 4 ta bolti bo'shatiladi. Mana shu 4 ta bolti bo'shatamiz. Bo'shatib qo'ygandim o'zi. Bo'shatish oson buni. Buni bo'shatgandan keyin mana shu holat turibdimi? Buni kallasini shunday o'girasiz mana. Shunday o'girib, yana joyiga qotirib qo'yasiz. Mana shu holatda qo'yasiz. Normal ishlaydi. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Olib qo'yayotganda ham bitta o'zini sanli rezinkasi bor. Bunga shikast bermasdan turib aylantirib qo'yish kerak. Agar nomoda yo'qolib qoladigan bo'lsa, bizning servis sentrda bor. Mana shu holatda qotirib qo'yasiz. Bo'ldi, bu ishlayveradi dalish. Muammo bo'lmaydi. Nasos qo'yilayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Xo'p, nasos qo'yayotganda buni ketma-ket qo'yish kerak. Ko'pchilik ketma-ketligiga qaramaydi. Masalan, filtr qo'yish kerak, kran qo'yish kerak desa, ko'pchilik ekonomikni olib tashlaydi. Bu narsa har bittasini o'ziga yarasha ishlari bor. Masalan, mana chizmada ko'rsatganman, kran qo'yish kerak birinchi, ikkinchi filtr qo'yish kerak. Sistemaga kirayotgan suv, nakiblar, musorlar kirishatga tiqilib qoladigan bo'lsa, nasos qizib kuyishi ham mumkin bu holatda. Shuning hisobiga filtr qo'yilmasa sistemaga servis senter ham kafolat bermaydi bu narsaga. Filtr va undan keyin nasos, keyin yana kran qo'yib qo'yasiz. Nobod nasosga nimadir bo'lib qolsa yoki ishlamay qolsa, ikkita kranni yopasiz, va uchinchisi ikkita kranni yopasiz va nasosni almashtirishida oson bo'ladi. Nasosni samatok joylarga ham qo'ysa bo'ladimi? Nasosni samatok joylarga qo'ysa ham bo'ladi. Buni ketma-ketlikda ko'rsataman. Mana birinchi sistema o'zi ketaveradi, asosiy sistema ketaveradi. Bundan tepaga rezva ochtirib tepaga chiqariladi-da, sistemasi temirli bo'ladi, plastmassa bo'ladimi? Shu yerda trayni qo'yib turib chiqarasiz tepaga va bu yerda ikkita kran qo'yib turib nasos qo'yaverasiz. Agar sizga nasos kerak bo'lmasa, shunday ikkita kranni o'chirib qo'yasiz, asosiy sistema ishlayveradi. Agar nasos bilan ishlash kerak bo'lsa, pastdan bitta sharoy kran qo'yib qo'yasiz-da, buni yopib qo'yasiz, pastdagi kranni. Keyin shundan keyin nasos orqali sistema ishlaydi. Bu holatda samatokka xalaqit bermaydi, sistema o'zi bilan o'zi ishlayveradi. Agarda nasoslar haqida qanaqadir savollar bo'lsa, tushunmagan joylar bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsanglar, bular haqida ham batafsil tushuntirib o'tamiz, chunki bu nasoslar haqida ma'lumotlar juda ham katta. Buni ketma-ketlikda o'rgatib boramiz. Qanaqa joylarga qo'yish kerak, qanaqa hisob-kitob qilish kerak, bu haqida ham videolar ishlaymiz. Sog' bo'lasizlar.